Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz bugun o'zbekcha siyosat so'ri ommaviy tilda tapchan deyiladi. Yasadik. Xudo xolasa buni izohini o'tamiz. Uzunligi 240 cm, yon tomoni 2 metr. 6 dona odamni bemalol o'z nimasiga olaveradi. Baquvvat, zo'r. Hamma joylar joyida. So'rimizni qo'shimchasi navesi bor tevasida. Ya'ni hozir bu bitmagan holatini ko'rsataman, naryoqda bitgan holati bor. Ya'ni tevada soyaboni bor. Endi mana so'rimiz endi o'zim yakka chiqqanim uchun 90 kiloman. Baquvvat zo'r mana o'zim ko'tarib yuribdi. 6 kishini ham bemalol ko'taradi, ichlari baquvvat qilingan. Sodda, dehqoncha, pullari ham anaqangi qimmat emas. Bozor so'rlardan sal farq qiladi. Sabab biz ishlarimiz o'rtachalik uchun bunaqangi zo'r qilinmaydi. Endi buni bitgan holatini ko'rsataman sizlarga hozir. Ya'ni bu so'rimizda hozir 2 dona bor. O'sha 240 ga 2 metrlik mana so'rimizda mana 2 dona. So'rimizni jami xon taxta tevasi yopiq holati 1,5 million so'm. Agar so'rini o'zini olaman degan odam bo'lsa 1 million so'm. Dastlabkidan tashqari. Hozirgi kunda rosa dam olish kunlari bo'lyapti. Chodak, Chimyon, Zilol, ashtamolarda hamma saqlanadi, soya saqlanadi. Shu joylarga soylar qiroyi juda aytadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshko'z viloyat Shabboda 8 93 536 06 31 raqam. Sog' bo'ling.